kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va odobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta. Butun dunyoni kim lol qoldira oladi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Men sizlarga ishonaman. Uchinchi Renessans poydevorini sizlar qo'yasizlar. Sizlarda imkoniyatlar juda katta. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek, bilim xazinasini yoshligida to'pla. Chindan ham ilm va ma'rifat bilan qurollangan vatanparvar xalq har qanday sinovlardan munosib o'ta oladi. Ishonchim komil. Sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz.